Erix Mariya Remark. Jannatdagi soyalar. Jannatdagi soyalar 1971-yil yozilgan. Asar 1972-yilda nashr etilgan. Gap 2 yil davomida Holokaustdan qochish uchun san'at muzeyida yashiringan jurnalist Robert Ross haqida. Yevropadan AQShga qochib, Nyu-Yorkda joylashadi. U Natasha ismli ayol bilan tanishadi. Art dealer sifatida yangi karyerasini boshlaydi va Gollivudga sayohat qiladi. Urush tugadi. Yevropa vayron, shaharlar tutun hididan to'yingan, insonlar esa o'z ko'ngillaridagi jarohatlarni pinhon tutadi. Ana shunday dunyoda jurnalist Robert Ross o'tmishidan qochayotgan, biroq undan yashirina olmayotgan ruh singari kezadi. U charchagan, u ko'p ko'rgan va eng yomoni uning ichida umidning so'nggi parchasi ham so'nayotgan edi. Robert Ross urushdagi ayblar bilan, o'zi ham tushunmagan murakkab qarorlar bilan kurashadi. O'tmishining og'riqli izlari bilan, jamiyat hukmi bilan, qo'rquvi bilan. Ayblashni istagan tizim bor va kechagi urushning hal qilinmagan savollari bor. Ammo har bir soyada kimningdir o'tmishi yashirin. Har bir odam ortida aytilmagan haqiqat bor va taqdir odatdagidek eng nozik paytda sinov yuboradi. Erix Mariya Remarkning Jannatdagi soyalar romani yo'qotish, ayb, kechirim, umid va inson qalbining qayta tirilishi haqidagi juda chuqur roman. Soyalardan yorug'likka olib chiqadigan yo'l ikki qalbning bir-biriga ishonishidan boshlanadi. Erix Mariya Remark. O'qing, biz tavsiya etamiz.